bo'yi pastroq, o'zi haligi qotmadan kelgan deydi o'zbekchada. Hali ozg'in emas, ular prosta qotmadan kelgan bo'ladi. Shunaqalar jinsiy aktiv bo'ladi. Ras ayol kishi ishlayaptimi? O'sha ishlamagan ayol kishidan uy ishlari bo'yicha sal talab kamroq bo'lishi kerak. Ayol kishiga tuxumdonlar butun umriga tug'ilganda beriladi. Ha. Всё, boshqa ishlab chiqarilmaydi. Erkak kishida yaxshi ishlab chiqarilaveradi. Butun umr ishlaydi zavodlari ularda. Xo'jayinim qayta jinsiy aloqa so'ragan uchun xo'jayinim boshqasiga uylab qo'ydim degan. Boshqaradi, hayotni saqlab qoladi. Shuning uchun gormonlardan qo'rqmaysiz. Sizda har oy 28 kunda kelyaptimi? Demak, normalniy. Assalomu alaykum hamma kuzatuvchilarga. Bugun eng zo'r tema haqida gaplashamiz. Eng zo'r tema deyishimiz sababi ochig'i Med institutga kirganimdan beri shu savolga ko'p yuzaga kelgan. To'g'ri, shu savolga ko'p boshim tekkan. Boshqalar tomonidan shu savollar berilgan, ba'zida javob bera olganman bu savolga, ba'zida javob bera olmaganman. Xo'p, ko'pchilik oilalarda bo'ladi. Imminni o'zbek oilalarida ko'p uchraydigan muammolardan bittasi. Bu haqida biz podkast kontentlar qilib chiqqanmiz. Podkast ham qilganmiz adashmasam, lekin to'liq savollarga javob bo'lmagan. Xo'p, nima uchun ayollar eriga to'shakda qarshiliklar qiladi? Ayollar eriga to'shakda отказ berishadi. Bunga o'zimizchasiga qandaydir sabablar keltirib chiqarganmiz. Masalan, eridan qandaydir badbo'y hid kelsa, yoki erida ko'ngli bo'lmasa, yoki bo'lmasa o'sha ayolning o'zida mayl past bo'lsa va hokazo hokazo. Buni biz erkaklar tomonidan ko'rib chiqib, baholab aytganmiz. Endi bir nechta ayollar bilan ham bu haqida o'zim gaplashib turib, ularning fikridan kelib chiqib turib, fikrlarimni aytganman. Kommentariyadan shunday gaplar bo'lgan. Erkaklar ko'pincha ayolni jinsiy aloqaga tayyorlamaydi, boshqa o'shancha ayolda qo'rquv bo'ladi, yoki bo'lmasa yaqindalik chimildiq temasida ham aytdik. Erkak birinchi jinsiy aloqa qilganda ayolni to'g'ri tayyorlamaganligi oqibatida jinsiy aloqadan ayol kishida qo'rquv bo'lib qoladi deydi. Lekin aynan gormonal o'zgarishlar hisobiga o'sha eriga отказ berayotgan yoki bo'lmasa eri bilan jinsiy aloqani bir haftada bir marta yoki 10 kunda yoki bir oyda bir marta faqatgina jinsiy aloqa xohlaydigan ayollarda qandaydir faqat psixologik emas, organizmda o'zgarishlar bo'ladimi, gormonal o'zgarishlar bo'ladimi? Shu savollarga aniq javob olish uchun va o'sha o'zini eriga nisbatan miyasida xohish bor, tanasi xohlamaydigan ayollar uchun yoki bo'lmasa ayolidan o'zi xohlagan paytda jinsiy aloqa ololmayotgan erlar uchun aniq savollarga aniq javoblar bo'ladi. Bu isbotlangan meditsina, доказательный meditsina deydi. Isbotlangan meditsina bo'yicha javob beramiz. Xo'p, bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni, mezbon desam bo'laveradi. Ziyoda Ulug'bekovni endokrinolog, bolalar endokrinologi, aynan shu ayollardagi gormonal o'zgarishlar haqida bugun gaplashamiz. Xush kelibsiz Ziyoda. Assalomu alaykum. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri kirish bo'ldimi? Ziyoda Ulug'bekovman, to'g'ri aytildi. Bolalar va kattalar endokrinologiman va har bitta ayolga yordamim tegsa, men juda xursand bo'laman. Xo'p, siz o'zingiz ham ko'p uchraydimi? Sirazi ishga o'tamiz. Siz o'zingizga ham shunaqa ayollar keladimi yoki bo'lmasa erlari shikoyat qilib, masalan, ayolimda xohish kam, bir oyda bir marta bo'ladi xolos yoki boshqa degan shikoyatlar bilan kelishadimi? Ayol kishi nimadir erkak kishidan jasurroq bo'ladi. Erkak kishi kamdan kam menda xohish yo'q, menda shu narsa yo'q deb kamdan kam shifokorga aytadi. Erkak kishi eng nozik nuqtasi. Undan ko'ra o'lib ketgani yaxshi, oxirgi chorasi majbur keladi. Shu ayol kishi qo'rqmay aytiladi. Shu bizni bitta baxtimiz. Masalan, to'g'ri, birinchi bo'lib vaznidan shikoyat qiladi, holsizlikdan shikoyat qiladi. Endi to'g'ri kelmaydi, lekin gaplashilgan holatda ochiqchasiga ha, men shu narsani xohlamayman, menga shu narsa kerak bo'lmaydi, shu narsani men xo'jayinim shu narsa so'ramasa-yu deb turaman deganlar bo'ladi. Va biz bu narsani sababini topishga kirishamiz. Chunki buni tagida juda katta gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Oddiy psixologik emas, gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Va biz bu sababni topsak, osongina shuni bartaraf qilishimiz mumkin. Xudoga shukr, hozir meditsina rivojlangan, bu narsani tashxis qo'yish oson va davolash uchun bizda yetarlicha qurollar bor. Lekin birinchi o'rinda siz shu narsani murojaat qilib kelsangiz bo'ldi. Demak, bugungi kunda ayollar tomonidan gormonal o'zgarish bo'lsa, eriga o'sha
atkaz berayotgan deymizda endi. Atkaz berayotgan, eriga qarshilik qilayotgan jinsiy aloqani ongida bilishadi ayollar. Juda ham ko'p ayollar shunaqa deydi. Ongimda bilaman. Masalan, erim uchun yo'q deyishim kerak emas. Men ham xohlayman kerak bo'lsa, erim bilan, masalan, erim xohlagan paytda jinsiy aloqa qilishni men ham xohlayman. Lekin majburlasam ham iloji bo'lmayapti. O'zim ichimdan chiqara olmayapman. Hali aqlim xohlaydi, tanam buni xohlamayapti deydiganlar ko'p bo'ladi. Aynan bular davolasa bo'ladi. Bo'ladi, kelishadi. Xo'jayinim juda chiroyli, juda kelishgan, lekin nimagadir tortmayapti deyshadi. Sabablarni axtarishni boshlaymiz. Endi aksariyat holatlarda bizda nima kelib chiqadi? Aksariyat holatlarda bizda yoki stress fonida yoki semizlik fonida. Aksariyat holatlarda boshqa sabablari ham bor. Bu eng ko'p uchraydigan sabablardan deb bilamiz. Stress holati nimaga shu narsaga olib kelib qo'yishi mumkin? Ayol kishi doimiy stressda, doimiy nimadirlar bilan kurashayotgan holatda bizda nima ishlab chiqariladi? Stress gormon. Bu kortizol. Kortizol bizda anti-androgen hisoblanadi. Kortizol ishlab chiqarilyaptimi? Jinsiy gormonlarimiz ishlashi pasayadi. Ishlab chiqarilishi pasayadi. E'tibor berilgan bo'lsa, tarixga qarasak, urush paytlarida, 3 yil, 2 yil urushlar bo'ladigan paytda tug'ish kamayadi. Chunki bizni organizmimiz uchun tug'ish bu ikkinchi planga o'tib qoladi. Birinchi asosiy hayotni saqlab qolish bo'lib qoladi. Shu demak, tug'ish ikkinchi planga o'tdimi, jinsiy gormonlar ham tushib qoladi. Siz hozir urush yo'q, Xudoga shukr, tinchmiz. Lekin har kunlik stress organizm uchun shunaqa narsa signal keladi. Bizning organizmimiz podsoznание, nima deydi? Ong ostida podsoznательно ona bolani tinch holatda tug'ish kerak. Yaxshi sharoitda, urush yo'q joyda, tinch holatda tug'ishi uchun shunaqa holatda poylaydi. Siz miya sizni shu xotirjam his qilmayapti, o'zini himoya ostida hisoblamayaptimi? Jinsiy gormonlarni pasaytirib qo'yadi. Чтобы tug'ish bo'lmasligi uchun. Birinchi o'rinda androgenlar bloklanadi, testosteronlarimiz, bizda testosteronni уже estrogenlar ishlab chiqariladi. Ayollik gormonlarimiz ishlab chiqariladi va shu narsa bloklangan hisobiga bizda qonda miqdori kammi? Xohlang men qanchalik chiroyli bo'lmasin, xo'jayin qanchalik ko'rkam bo'lmasin, organizm shuni signalini bermaydi. Chunki u xotirjamda emas. U birinchi o'rin hayotni saqlab qolishga mo'ljallangan. Ikkinchisi semizlikka kelsak. Semizlikda qo'shimcha yog' qatlami bizda o'zi alohida gormon ishlab chiqarishni boshlaydi. Yog' qatlami ishlab chiqarilayotgan gormonlar bizning miyamizga bo'ysunmaydi. Miya qanchalik shu narsani to'g'rilashga harakat qilmasin, u o'z o'rnida ishlayveradi. Va o'sha testosterondan estrogenlarga aylanish kerak bo'lgan tsepochkani bo'lib qo'yadi, bloklab qo'yadi. E'tibor berilsa, masalan, jinsiy aktiv ayollar ko'pincha ozg'in bo'ladi. Bo'y pastroq bo'ladi. Endi bunisini Nimaga shunaqa? Nimaga shunaqa? Chunki jinsiy gormonlar bo'y o'sish zonasini yopadi. Ko'pchilikda haqiqatda e'tibor berganman. Haqiqatda bor narsa. Bo'yi pastroq, o'zi haligi qotmadan kelgan deydi o'zbekchada. Hali ozg'in emas, ular prosta qotmadan kelgan bo'ladi. Shunaqalar jinsiy aktiv bo'ladi. Aktivroq bo'ladi. Chunki ular yoshlikdan shunaqa. Ular yoshlikdan jinsiy gormonlari ko'proq. Bizda jinsiy gormonlar bo'y o'sish zonani yopadi. O'shani hisobiga bo'yi pastroq. Erkaklarda ham shunaqa. Uylanasizlar, uylanadigan qizlar bo'yi baland bo'lsa, bilinglar, jinsiy aloqada muammo bo'lishi mumkin. Chayirlarida jinsiy. Chayirlardan bo'yi pastroq chayir bo'lsin, o'shanaqalarda jinsiy aloqa zo'r bo'lar ekan. Jinsiy gormonlar kam hisobiga vес qo'shish ham ko'payadi. Vazn qo'shishga moyillik bo'ladi. Biz orada vaznda sabablarini, ortiqcha vaznda sabablarini axtarayotganmiz, testosteronlar tekshiramizda. Ayollar hayron bo'ladi. Testosteron bu erkaklarning gormoni yo'q, bu ayollik gormoni yo'q, bizda ham bor bu. Bizda testosterondan ayollik gormon ishlab chiqariladi. O'z o'rnida sizda ham normada bo'lish kerak bu.
qanchalik testosteron normada bo'lsa, bizni libidamiz, xohishimiz normada bo'ladi. Ha. U tushib ketdimi, siz bitta estrogen berasizmi, qanaqadir o'sha xohishni ko'paytiradigan neurologik preparatlarimiz bor, ishlamaydi. Hech qanaqa ish. Ishlamaydi. Chunki testosteron самый главный libidani boshqaruvchi hisoblanadi. Ayol kishida ham normada bo'lish bu katta ahamiyatga ega. Bizda preparatlar bor, ayollar uchun mo'ljallangan testosteronlar preparatlarimiz. Spesial ayollarga Spesial. testosterondan estrogenga aylanish uchun preparatlar bo'ladi. Oddiy masalan siz doza bo'yicha sizga kattaroq doza, masalan erkaklarga, ayollarga kamroq doza. O'sha kichkinaroq dozada ishlab chiqarilgan preparatlarimiz bor. Chunki bu ahamiyatga ega. Endi masalan gormonlarda testosteron yaxshi. Tekshirdik, testosteronlar yaxshi, estrogenlar yaxshi, все хорошо. Nimaga bo'lmayapti? Ha. Demak, tuxumdon shu narsani tan olmayapti. Ha. Shu narsani taniy olmayapti. Bu nimada bo'lishi mumkin? Insulin rezistentlikda bo'lishi mumkin. Ko'pincha yanglishmovchilik bu insulin balandligi ortiqcha vaznga olib keladi. Yo'q. Bu ortiqcha vazn insulin balandligiga olib kelib beradi. Birinchi o'rinda ortiqcha vazn keladi. Noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlik shu olib keladi, keyin уже insulin ko'tariladi. Insulin ko'tarilishi уже modda almashuvi buzilganligini belgisi. U sababchi emas. U sababchi emas. Kam harakatlik. Oldin endi mana ayollar dalada ishlashgan, ish qilishgan, haligi ot minganlar ham bo'lgan. Malitazda qon aylanishi yaxshi bo'lgan. Qon aylanishi yaxshimi? Tuxumdonlar yaxshi gormon ishlab chiqaryapti. Ishlab chiqarilgan gormonni yaxshi tan olyapti. Xohish ham yaxshi bo'lyapti. O'zi jinsiy aloqa qilish organizm xohlaydigan narsasi faqat jinsiy aloqaning o'zidan rohatlanish emas, farzand qoldirish uchun jinsiy aloqani xohlaydi organizm. Asosiy narsa qachonki jinsiy shu farzand qoldirishga tayyor deganda jinsiy aloqaga xohish yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Endi ras shuna bo'lgandan keyin birinchi o'rinda hozirda aytgan narsa bo'yicha ayol kishida farzand qoldirish uchun organizm sog'lom, tayyor bo'lish kerak. Shundagina keyin jinsiy aloqa yaxshi bo'lishni boshlaydi. Endi testosteron haqida gapirdingiz. Ba'zi bir ayollar bilanmiz mo'ylov o'chib ketadi. Badanida tuklanish bo'ladi. Xuddi erkaklarga o'xshagan ovozlar do'ng'illagan boshlanadi. Bularda testosteron ko'pligi nimaga? Qanday u hozir aytyapsiz, o'zingiz testosteron ayol kishida estrogenga aylanadi. Bulardachi избыточный testosteron hisobiga bo'ladi bu narsalar. Endi qarang, ortiqcha testosteron mana aromatazar bo'ladi. Biz testosterondan estrogenga aylanish kerak. Lekin uning uchun ham testosteron o'z miqdorida bo'lish kerak-da. Ortiqcha testosteronga o'tib ketgandan keyin o'sha aromatazar protsessi ham buzilib qoladi. To'g'ri, bozordagi dollar chopalarimiz bor, nima bo'ladi? Opagina bo'ladi-yu. Ularda to'g'ri tuklanishlar bitta belgi hisoblanadi. Ular nimaga shunaqa? Chunki har kuni qaysidir muammo bilan kurashyapti. Ularda kortizollar stressli. Kurashyapti. Testosteron bu paytda oshadi, chunki u kurashuvchanlikni ham olib kelib beradi. Kortizol stress, to'g'rimi? U kurashuvchanlik qilib bermaydi, u просто stress signal qilib beradi. Kurashuvchanlikka bizga testosteron kerak. Ras organizm miyada signal bor. Har kun nimadir kelyapti, shuni preodolets qilishim kerak, shu narsani hal qilishim kerak, shu muammoni yechimini topishim kerak. Testosteron oshadi. Libido уже boshqaga qarab ketadi. Bu savolni berishimdan maqsadim, hozir aytdingiz, ayollarga ham testosteron beriladi deganingizga, hali ayollar o'z boshimchasiga faqat testosteron olib qo'yishmasin deb aytyapman. Bu narsani tekshiruvlar qilish kerak faqat. Обязательно. Chunki ortiqcha testosteron уже estrogenga aylanmaydi. Bizda ham shunaqa narsa bo'ladi. Masalan, erkaklarda xohishkam deydi. Xohishkam organizm tekshirtirdi, testosteron даже normadan ko'ra ham baland. Faqat bizda aromataz ishlab chiqaradigan organ bu prostata bezi hisoblanadi. Prostata bezida qanaqadir vоспаление, shamollashlar bo'lganda, boshqa holatlarda yoki gipoplaziya bo'lganda, prostata bezi normadan ko'ra kichkina bo'lganda aromatazni yetarli ishlab chiqarmaydi. Natijada organizmda testosteron uchib, yurib, qancha kerak bo'lsa shuncha bor. Yo'q. Digida testosteronga aylanmayapti. U aktiv metabolit yo'q.
Buni ko'proq hali oddiyroq qilib tushuntirish uchun shunday aytaman. Masalan, testosteron bu moyak, testosteron ishlab chiqaradigan zavod. Bu zavod ishlab chiqarganda testosteronda krupniy katta tosh bo'ladi. Ya'ni quruvchilikka o'xshatib turib, katta tosh bo'ladi. Bu katta toshlarni yuzga olib kelib bersa, bundan uy qura olmaysiz. Uy qurish uchun bu maydalanish kerak. G'ish holatida yo birorta holatga kelib maydalanish kerak. Buni maydalaydigan, arra qilib beradigan narsa bu aromataza. O'sha aromatazani prostata ishlab chiqaradi. O'shaning uchun prostatada muammo bo'ladigan bo'lsa, sizda testosteron qancha ko'p bo'lsa ham, sizda baribir jinsiy aloqada muammo bo'laveradi deb tushuntirishga harakat qilaman. Ayollarda ham xuddi shunga o'xshagan. Xuddi shunaqa ishlab chiqarilishi bilan ishlatilish boshqa. Ishlab chiqarish normada bo'lishi mumkin, ishlatilishi yo'q bo'lishi mumkin. Yoki bizda ko'p bo'ladi, oddiy qilib aytganda mana ko'p stress holatda bosh og'riq, уже nima xronik surunkali stress hisobiga уже gipofizda o'zgarish bor. Gipofizda o'zgarish borda dopamin ishlab chiqarilishi kam, dopamin kamlik hisobiga bizda prolaktin oshishni boshlaydi. Chunki prolaktinda eng основной ushlab beradigan narsa dopamin hisoblanadi. Dopamin pastmi, o'sha xursandchilik kam, hayotda qanaqadir yangi yutuqlar kam, faqat stressda yuribdimi, dopamin kam bo'ladi. Prolaktin oshishni boshlaydi. Prolaktin bu nima? Bu onalik gormoni, bu emizish gormoni. Organizm nima deb o'ylaydi? Bu g'amxo'rlik gormoni. Organizm o'ylaydi, bola bor. Yoki homila bor, yoki bola bor. U paytda jinsiy aloqa уже ikkinchi, uchinchi o'ringa surilib qoladi. Asosiy g'amxo'rlikka ketib qoladi. Asosiy g'amxo'rlikka ketib qoladi. Eriga nisbatan g'amxo'r bo'lib qoladi. Ona bo'lib qoladi. Ona bo'lib qoladi. U xo'jayinga ona bo'lish kerak emas. Shu tarafdan ham уже buzilish boshlanadi. Shuning uchun aytaman, yaxshi ko'rgan narsalaringni qilinglar. Ayol kishi даже kasb tanlayotganida ko'pchilik aytadi, men unga borsam pulli kasb deydi. Yoki например, yoki o'zi xohlaydi-yu, lekin ota-onasi ruxsat bermaydi. Yo'q, даже kasb, chunki bu kasbingiz butun umr siz bilan. Har kunlik. Masalan, men ham o'zim ishxonamga borsam, har bitta bemordan olgan natijamdan maza qilaman, yutuq. Bu dopamin, bu serotonin, bu dopamin. O'sha sizni jinsiy gormonlaringiz to'g'ri ishlaydi. Har kun o'sha ishxonam, yana deb nima yomon ko'rib bordingizmi, u kechasiga qaysi nastreniya bilan borasiz? Qaysi gormonlar bilan borasiz? U sizni jinsiy gormonlaringiz faqat ishlab chiqarilgunigacha o'sha uxlaban bo'lasizda. Bu ham to'g'ri ijtimoiy tarafdan qaraganda sotsial aspekt, no juda kerakli aspekt bu ham. Qaysi joyda ishlashingiz, kuniga necha marta o'sha yutuqlaringizdan maza qilishingiz, qaysidir bolangiz yutug'idan, o'zingiz yutug'ingizdan xursand bo'lishingiz ham o'sha sizni gormon fonlaringizga ta'sir qilib qo'yadi. Lekin biz bu narsaga qaramaymiz. Biz faqat analiz topshirib dori berishimiz bilan ovoramiz. Bu ham noto'g'ri. Birinchi o'rinda sotsial tarafda to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Uyqu, bolalarda gapirdik, uyqu tarafdan. Ayol kishida ham uyqu normada bo'lishi kerak. Bizda organizm faqat uyquda o'zini tiklaydi. Faqat uyquda tiklaydi. Rejim to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, ham ishlab kelyapti ayol kishi. To'g'ri tushunaman, ayol kishining o'zini ishi bor, erkak kishining o'zini ishi bor. No, meni fikrim bo'yicha endi men juda hamma xalqqa nima qilmoqchi emasman. Ras ayol kishi ishlayaptimi? O'sha ishlamagan ayol kishidan uy ishlari bo'yicha sal talab kamroq bo'lishi kerak. To'g'ri. Chunki o'sha ishda qaysidir mas'uliyatni oldi, отчет qildi, topshirdi, qaysidir problemalardan o'tib kelyapti-da, uyda yana shu narsa. Organizm charchaydi. Endi kechqurunda o'sha ayolga kulish kerak. Oxirgi etapida. Energiya yo'q. Mana siz ham vrachsiz. Bitta moddani ikkinchi moddaga aylanish uchun energiya kerak. To'g'ri. Hujayra urovingda ham energiya kerak. Energiya yo'q bo'lsa, u o'tkazib bera olmasa. U gormon ham ishlab chiqarilmaydi. Ko'pincha bo'ladi, kelishadi, vроде gormonlari yaxshi, все хорошо. Faqat tinchlantiruvchi yozamiz. Rejim, uyqu rejimini to'g'irlang deymiz. Hozir ko'pincha kechki ishlar ko'p. Nochnoy ishlar ko'p. Shu narsani olib tashlaymiz. 2 haftadan keyin keladi, yo'q yaxshi, o'zgarish yaxshi.
uxlayapman, nima qilyapman, уже yaxshi. Hali doridan oldin. Ha. Faqat hayot rejimini Rejim o'zgartirgandan keyin. o'zgartirgandan keyin dejurstvalar, masalan, vrachlarda ham ko'p bo'ladi. Masalan, dejurstvalar yoki hozir logistika chiqqan yangi Keladi. da Men bu narsa haqida ko'p aytganman. Rostdan shunaqa patsiyentlar bo'ldi. Bola ko'rishda muammo. Уже jinsiy aloqada muammo. Nima ish qilasan desam, logistikada ishlayman. Qanday ishlaysan? Kechqurun 8dan ertaman 8gacha ish vaqtim. eng keragi Kunduzi nima qilasan? Uxlayman. Yo'q, davolab ko'ramiz boshqa. Keyin oxiri aytaman. Tanla. Yo sen baxtli hayot kechirib farzandli bo'lasan, baxtli hayot kechirib ayoling bilan yaxshi jinsiy aloqa qilasan, maza qilib yashaysan, lekin mana ishing bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa shu hammasidan kechasan, lekin ishingda ishlab pul topasan. Tanla degan holatlarim bo'ldi. Haqiqatda ikkita patsiyentim aniq sifra bilan aytsam, xuddi shunaqa bo'lib turib ishini yig'ishtirdi. Logistikani yig'ishtirib, kechqurun normalniy uxlaydigan, kunduzi ishlaydigan ishga o'tishdi. 3 oyda уже zo'r o'zgarishlar bizda spermogrammada. Oddiy dorilar bilan 3 oyda juda ham zo'r o'zgarishlar bo'ldi. O'shaning uchun oldimga kelganlarda har doim nechada uxlaysan? rejim birinchi. Ha, nechada uxlaysan, necha turasan? Nima ish qilasiz deymiz. Xuddi shunaqa malpodvижный образ жизни yoki bo'lmasa hali ko'p harakat ish qiladiganmi, yo'q bitta joyda o'tirib ish qiladiganmi? Albatta so'raladi. Bu narsa demak ayollarda ham ta'sir qiladi. Albatta ayollar ham shu narsaga qarash kerak. Keyin hozir ko'p eko qilinadi, stimulyatsiyalar qilinadi. Sekin-sekin tuxumdonlarda istashение zaxirani kamayishi boshlaydi. Ayol kishiga tuxumdonlar butun umriga tug'ilganda beriladi. Всё, boshqa ishlab chiqarilmaydi. Erkak kishida yaxshi ishlab chiqarilaveradi. Butun umr ishlaydi zavodlari ularda. Bizda zapasdan tug'ilamiz. Shu zapas tugaganda o'sha всё. Jinsiy gormonlar ishlashi to'xtatib olinadi. Bizda gormonlardan qo'rqish bor. Gormon preparatlaridan qo'rqish bor. Shu narsani haqiqatda esimga soldingiz. Juda ham qiyin narsa. Patsientlar keladi, kelganda birinchi endi yosh bolami, kattami, boshqami, endi aytayotib, men o'zim yaxshi ko'rgan narsam yozgan preparatimni tushuntirib beraman. Masalan, bu antibiotik shamollashingizga, bu NPVS shamollashga, bu og'riq qoldiruvchi emas, prosta otiyokni oldini olish uchun. Masalan, bu antioksidant, demakda qon aylanishini yaxshilaydi. Bu gormon deyishimga faqat doktor o'zi semizman-u. Yoki doktor bu semirtirib olmaydimi? Gormon semirtirib oladi-yu, keyin tushuntirish boshlanadi. O'rganib qolaman-u. Keyin tushuntirish boshlanadi. Gormon degani bu seni semirtirib oladi degani emas. Gormon yomon narsa emas. Bu gormon organizmingda bor narsa. Shu yetishmayotganini tashqaridan olib kirib beryapman xolos deb tushuntirish boshlanadi. Juda qo'rqishadi. Men aytaman, mana klimaks davri. Ayol kishida menopauza deyiladi. O'zbekcha oddiy xalq tilida qilib aytganda klimaks. Bizda shunaqaki, klimaks keldimi, bo'ldi, shu bilan men klimaksman, smirиться qilishadi. Bo'ldi, всё, u klimaks nima, jinsiy gormon yo'q degani. Bo'ldi, 45 yoshdan keyin уже ishlab chiqarilmayaptimi? Jinsiy hayotda to'g'rilash qiyin. Men aytaman, nimaga yurasizlar? Butun dunyo, butun Yevropa, butun Amerika gormon zamещенияda. O'rin bosar terapiyada. Qo'rqmanglar, to'g'ri, o'zini qarshi ko'rsatmalari bor. Bu albatta tekshiriladi. Hech kim osmondan olib yozib qo'yish niyati yo'q. Lekin уже klimaks kelyaptimi? Davri kelyaptimi? Tekshiruvdan o'tib, gormonlarni olib, ichib. Bizda 65 yoshgacha gormon yozishga haqqimiz bor. Hayz kelayotgandek. Qon kelishi shart emas. Bizda ko'pincha odam o'ylaydi, qon kelmayapti. Нет, hayzda qon kelishi shart emas. Shu gormon ichingizda bo'lsa bo'ldi. Siz shu bilan jinsiy hayotingiz yaxshi, настроение yaxshi, o'zingiz sog'lomsiz. Sog'lomsiz. Tez qarib qolish bo'lmaydi. Вот, qarichilikda xotira pasayishi bor. Starchеская demensiya. O'shani oldini olinadi. Osteoporozda oldini olinadi. Insult, infarktda oldini olinadi. Jinsiy gormonlar bilan. Ko'pincha o'ylashadi, bu zlo. Yo'q. Jinsiy gormonlar bizni yosh ushlab o'tiradi. Ayol kishida jinsiy gormon bormi? U yosh. To'xtadimi kasallik kelib chiqadi. 65 yoshgacha ichishga haqlaring bor, qarshi ko'rsatma bo'lmasa. Gormonlar. Gormonlarga. Butun Yevropa shu narsada yuribdi. Tetik yugurib yuribdi. Aytaman, masalan, xudo xolasa, men o'zim endokrinologman, xudo xolasa, xo'jayinimga aytaman, 65 yoshda ham 40 yoshga taqa yuraman, gormonlarimni, chunki men hamma ustozimni ko'rsatishim mumkin. O'zingiz ham ko'rib aytasiz, 80 ga kirgan hech kim 80 ga o'xshamaydi. Chunki ular o'z vaqtida o'sha gormon terapiyasi qilgan.
gormondan qo'rqish kerak emas. Bizda ko'p bo'ladi osteoporozdan lecheniya olishadi, travmatologlarda, ortopedlarda yurishadi, yillab lecheniya qilishadi. Surishtirsangiz 20 yil narida klimaks bo'lgan yoki amputatsiya bo'lgan, jinsiy gormon yo'q. U siz tonnalab kalsiy iching, tonnalab vitamin D iching, foydasi yo'q. O'sha jinsiy gormon bermaguningizgacha foyda yo'q. Endi amputatsiya bo'ldi deb turib, men rostdan eshitmaganman. Masalan, men amputatsiya bo'ldim, yechniklarni olib tashladi, boshqa deb turib, endokrinologga borishim kerak, gormonlarni to'g'irlash kerak degan narsa yo'q. Men eshitmaganman, lично men eshitmaganman bu narsani. Endokrinolog desa, bizda faqat ikkita holat tushuniladi. Buqoq, sahr bo'ldi. Boshqa sohada hech narsa endokrinologda roli yo'q deb o'ylaydi. Hayotda unaqa emas, o'zi meditsinada deylik. Meditsinada gormonlar butun organizmda boshqaradi. Lekin ayollarda gormonni erta tugasini bitta plyusini bir marta eshitganman, faqat bir marta hozircha. Endi primo eshitganim, ustda ham eshitganman. Bitta patsiyentka kelgan, bizga faqat boshqa shu urolog tomonidan muammo shikoyat qilib kelgan. Keyin keldida shu sistit bo'yicha keyin so'rashni boshladim. Jinsiy aloqa bo'ladimi dedim. Adashmasam 40-45 yoshda edi. Jinsiy aloqa bo'ladimi desam, yo'q dedi. Nimaga dedim. Desam, menda o'zi erta klimaks bo'lib qolgan, shuning uchun xo'jayinim qayta jinsiy aloqa so'ragani uchun xo'jayinim boshqasiga uylab qo'ydim degan. Erkaklar bizni plyusimiz. Bitta plyus desmach. Meditsina tarafdan shu plyusni bilmas ekanman deb eshitib turibman. Bitta plyusimiz tushungan opa ekan, shunaqa qilib. Erim boshqasiga uylab qo'ydim. Erim, men jinsiy aloqa qilishga o'zi yaroqsiz bo'lib qoldim. U xohlamayapti, organizm umuman majburlasam bo'lmayapti. Endi erimda shunaqa xohish bor edi. Men eshitdim, erkak kishi xohlasa ham jinsiy aloqa bo'lmaydigan bo'lsa, kasal bo'lib qoladi, rak bo'lib qoladi deb eshitdim. Erim uylab qo'ydim degan. Shu plyusimiz bor bizda. Shu plyusni ularga bermaslik uchun gormon ichib yuringlar. Va sistit bo'yicha hamda qaytalanayotgan sistitlar. Biz gormonal preparat yozamiz sistitlarga. Jinsiy gormonlar yetishmovchiligida ham shunaqa narsa bo'ladi. To'g'ri. Lekin bu narsani hamma ham tekshirtirmaydi. Aytdim, tekshiringlar, chunki eroziyalar bo'ladi. Bizda postklimitskiydan keyin o'sha klimaksdan o'tgan ayollarga o'sha estrogen beramiz. Sistitni davolash uchun shu birgina nimani davolash. Usholmasliklari, jinsiy gormonlar yetishmovchiligida. Jinsiy gormonlar yetishmovchiligi hisobiga ma'lum tarzda kichik tana organlarning va svязкаларning bo'shashini hisobiga CD ushlash endi shunaqa holatlar kelib chiqadi. Shuning uchun agar menopauza kelyapti, klimaks kelyaptimi, gormon terapiyada yuringlar. Xohishlaring bo'ladi, xo'jayinlaring boshqasiga uylashga majbur bo'lmaysizlar. O'zlaring bilan qoladi. O'zlaring bilan qolishni xohlasalaring, gormon terapiyada bo'linglar. Xo'p. Mana o'sha testosteron berishimiz hamda klimaksdan keyingilarga testosteron berishimizga to'g'ri keladi. Estrogenga aylanish uchun. Shunaqa effektlar bo'ladi. Suyaklarim og'rimay qoldi-ya, настроением yaxshi, hayotga qiziqish uyg'onadi. Mana bitta patsient bor, erkak kishi, biz testosteronda u gormon zamesheniyada qandli diabeti bor edi qo'shimchasiga. Xotinini o'zi yetalab kelgan. Voy shunaqa depressiyada, voy shunaqa hayotga qiziqish yo'q. Mandaqa qilib bering, testosteron yozib bering. Endi tekshiribdi endi. Endi u opa o'zi xohlamaydi. Endi faqat testosterondan emasmiz, o'ziniki bor, o'zinikini ishlatishga qaratilgan ularda. Shu narsani qilsa bo'ladi. O'zgarish bor. O'zgarish bor. Ayol kishilarning настроенияsi gormonlarga bog'liq. Yo'q, o'zi hammani insonlar bizda hali to'liq tibbiy madaniyat deydimi? Tibbiy madaniyat hali rivojlanmagan. O'shaning uchun biz vrachlar buni tushunamiz. Yoki bo'lmasa tibbiy madaniyati bor insonlar tushunadi. Inson o'zi gormondan iborat. Bizning gapirishimiz, emotsiyamiz, kulishimiz, yurish-turishimiz, yeb-ichishimiz, hattoki yeb-ichishimiz hamma narsa gormondan iborat. Gormonlar boshqaradi. Faqat shu insonlar buni to'liq tushunmagani uchun gormonni to'g'ri olib borishda yoki bo'lmasa mutaxassisga uchrashda bilishmaydi. Qo'rqishadi gormon. Qo'rqishadi. Gormon desa hamma qo'rqadi. Gormon preparat olishdan boshqadan qo'rqishadi. Gormonlar hayotni boshqaradi, hayotni saqlab qoladi. Shuning uchun gormonlardan qo'rqmaymiz. To'g'ri, hamma mutaxassislarga javob bera olmayman. Tekshiruvdan o'tkazib, to'g'ri olib borilgan bemor uzoq umr ko'radi. Nima deydi? Baxtli. Baxtli yashaydi. Baxtli yashaydi. Prosta yashash emas, baxtli yashaydi. O'sha er-xotin birga baxtli yashaydi. Buning uchun endi vaqtida tekshiruvdan o'tish kerak. Xo'p, ozgina esimdan chiqib qolmasin, bitta narsani aytib o'tishim kerak. Atay o'ylab kelayotgandim. Suhbat boshida ham aytganman, zakadrim deydi-ku, zakadrim aytganman. Bitta bemor keldi yaqinda, yosh. Mendan 1-2 yosh katta. Xo'p,
Keldida tekshiruvlar qildik. Hamma yo'g'ingiz yaxshi dedim. Hozirroq prostatada shamollashga shikoyat qilib kelgan. Tekshirganda zastoyniy prostatitni belgisi, hali turib qolgan prostatit. Keyin so'radim, nima ish qilasiz? Shu yerda ishlayman. Ayolingiz bilan birga yashaysizmi dedim. Ha, ayolim bilan birga yashayman. Jinsiy aloqaga xohish qanaqa? Menda xohish zo'r, ayolimda xohish yo'q. 10 kunda bir marta zo'rg'a majburlab yurib jinsiy aloqa qilaman ayolim bilan. Men har kuni xohlayman dedi. Endi biz bilamiz, masalan, urologist, andrologist tomonidan bilamiz. Erkak kishi har kuni xohlagandan keyin bunda immunoereksiya paytida prostata bezida o'sha o'zini suyuqlik ishlab chiqarishi kuchayib ketadi. Kuchayib ketyapti, lekin jinsiy aloqa bo'lmayapti. Jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin unda zastoy turib qolish boshlanyapti. Zastoyniy prostatit prostatani kasallanishiga olib kelyapti. Men so'radim, kech uylanganmisiz? Yo'q, kech uylanmaganman. Jinsiy aloqa yaxshimi? Xohishim zo'r dedi. Nimaga bo'lsa prostata katta desam, hozir aytganimdek, ayolim xohlamaydi. Davolatmadingizmi ayolingizni dedi. Desam aytdi, ginekologga bordim dedi. Ginekologlar ko'rdi dedi. Qanaqadir haligi haqiqatda men eshitganman, foydasi bo'ldi deganlarni eshitganman. Haligi qanaqa feromonlar, duxuylar bor, sevib qo'ysa feromonlar o'shani hidab turib yoki bo'lmasa qanaqadir yana tomchi ichadigan dorilari bor ekan, ayol kishining shahvatini qo'zg'aydigan. O'zi meditsina tomonidan bu feromonlar shahvatini qo'zg'aydigan qanaqadir tomchi dori va hokazolar qanday ko'rsatma haqiqatda foyda beradimi yoki yo'q? Endi feromonlarga kelsak, hammaning fikri har xil. Manchester naучный tarafdan olsam, u feromonlar odamdan olinmaydi. U feromonlar hayvonotdan olinadi. Biz hayvonotni hidiga shahvatimiz nimaydigan inson emas, organizm emasmiz. Chunki o'zi fiziologik olsangiz, odamda feromoniga odam ta'sir qilish kerak. To'g'rimi? Shu tarafdan men bu narsani ishlamaydi deb o'ylayman. Chunki bo'lmasam, yonimizda qancha hayvonot bor. Hammasini nimasi feromonlar chiqib yotadi. Har bittasi hayvonga qarab, feromoniga qarab. Har bittasiga nima biz reaksiya beramiz, har bittasi bizga ta'sir qilaversa, odamgarchilik qolmaydi. Odamiylik qolmaydi-ku. Biz faqat insondan ishlab chiqarilayotgan feromonga reaksiya beramiz. Bu tarafdan men nelogichni deb o'ylayman bu narsani. Shuning uchun bu narsani yozmayman ham, ishlatmayman ham, bu narsaga qiziqmayman ham, chunki logikaga to'g'ri kelmaydi bu. Tomchilar, endi tomchilarda sostavi qanaqa? Shunisiga bu. Endi bo'lishi mumkin, это чисто на центр удовольствия ishlab chiqarilgan tomchi bo'lsa, vaqtinchalik. U sizni muammoingizni hal qilib bermaydi. U vaqtinchalik. Bitta narsasi o'sha imенно centrda keyinchalik o'zingizni gormonlaringizga ta'sirchanligini pasaytirib qo'yishi mumkin. O'zi женский Viagra bormi yo'qmi? Женский Viagra yo'q. Yo'q. Женский Viagra yo'q. Mужской Viagra ham faqat qon tomirlar kengaygan hisobiga ishlaydi. Yo'q, endi umuman olganda haqiqatda erkaklarga yordam beradi. Sildenafil, tadalafil, uldenafil haqiqatda yordam beradigan dorilar. Hisobdan yordam bermaydi endi u. Yo'q, gormonal fon emas, lekin umuman olganda jinsiy aloqani yaxshilash uchun haqiqatda vaqtinchalik effekt beradigan haqiqatda preparat bor. Lekin ayol kishi uchun bu narsa uchun unaqa preparat yo'q. Yo'q. Ayol kishi uchun faqat gormonal fon zo'r bo'lgan holatda siz psixologически zo'r fon qilib bersangiz, o'shanda bo'ladi. Ayol kishiniki sal qiyinroq. Erkak kishida osonroq chaqirish, ayolda sal qiyinrog'i. No, buni ilojisi bor. To'g'rilashda, davolashda iloji bor. Bir kunda emas, chunki erkak kishidan farqi sikl bor. Sizni gormon fonlaringiz to'g'rilanishi uchun kamida 2-3 ta sikl o'tish kerak. Chunki o'sha retseptorlar ishlash kerak, o'sha narsa tanuvchanlik bo'lish kerak. Tepada gipofiz bu narsaga atvet qilish kerak. 2-3 oy o'tish kerak. 2-3 ta siklda foyda berdimi, demak bizning ishimiz yaxshi. 2 haftadan keyin zo'r bo'lib ketishini kutish bu xato. Biz o'zbekchilikda faqat bu narsada emas, hamma sohada ham bor-ku. Keladi, dori yozasiz, 3 kunda effekt bermasa, o'sha noto'g'ri deb o'ylashadi. Doktor to'sir qilmayapti-yu deb boshlanadi. Yo'q, kutish kerak. Ikki ayol kishini sikli to'g'rilanishi uchun, gormonlar to'g'rilanishi uchun, bu xohish paydo bo'lishi uchun 3 sikl o'tish kerak. 3 ta siklda ham bo'lmadimi, demak biz o'sha tanlangan preparatlarni almashtirishga haqqimiz bor. Ungacha kutishimiz kerak. Endi shunaqa ayol kishida xohish bo'lmagan holatlarda
naukaga asoslangan holatda aytadigan bo'lsak, qancha foizida aynan gormonal o'zgarish hisobiga bo'ladi. Psixik emas, gormonal o'zgarish. Chista gormonal. Chista gormon. Gormon. Gormon bilan haqiqatda davolab baribir bilamiz, 100% hammasini ham gormon bilan davolab bo'lmaydi. Chunki bu yerda gormonlar normada bo'lgan bo'lishi mumkin. Hali aytganimdek, chimildiqdagi travmalar, yoshlikda olingan travmalar yoki yana kim bilandir bo'lib o'tgan qanaqa psixologik travmalarning hisobiga To'g'ri. qo'rquv bo'lib qoladi. Bu narsa gormon emas. Yo'q. Bu psixologiya, haqiqiy psixologiya. Lekin qancha protsentida haqiqatda shunaqa jinsiy aloqani xohlamaydigan, jinsiy aloqaga qiziqish bo'lmagan ayollarda qancha protsentida gormonal o'zgarish bo'ladi va bularni 100% davolasa bo'ladi. Endi yoshiga qarab olsak, masalan, katta yoshdagilarda aytishim mumkin, где-то 45% gormonal fonga bog'liq. Yoshlarda katta yosh 45 yoshdan tepada ko'pincha gormonal fon hisobiga bo'ladi. 45% gormonal fon hisobiga. Yoshlarda 20% uzog'i 25. Qolgani psixologический ko'proq rejim, hayot rejimi, psixologический faktorlar, mana stress holatlar ko'proq shunaqa bo'ladi. Gormonal fon yoshlarda kam. Ya'ni 20% da aniq davolab bersa bo'ladi. Endokrinologist tomonidan. Endi psixiatr ham chaqirib ko'raman, hozir aytdim. Psixologlar, endi seksual psixologman, men oilaviy psixologman, yana nima bir narsa, seksopatologman deb chiqadiganlar bo'ladi. O'zi asosini surishtirsangiz, yo oddiy universitetda o'qigan bo'ladi. Bitta narsani bilishinglar kerak. Psixolog bo'lishi uchun, o'zi haqiqiy seksual psixologiya bilan shug'ullanish uchun yo seksopatolog bo'lish uchun med institutda o'qigan bo'lish kerak va keyin o'qigan kurslari bor. Shularni o'qish kerak. O'shandagina bitta kurs o'qilmaydi keyin, masalan 6 yilmi hozir o'qish, 6 yil o'qiydigan bo'lsa, shundan keyin 2 yil o'qib qo'yib bo'ldi, men sekspatologman degan narsa bo'lmaydi. Shunaqa gaplar bo'ladi, masalan, men o'zim kommentariyamda o'zidan seksopatolog, yo'q, men seksopatolog emasman. Seksopatologiya umuman boshqa narsa. Men urolog, andrologman. Erkaklarda jinsiy a'zolari bilan kechadigan muammolarni va erkak ayolda urologik muammolarni davolaydigan vrachman. Men seksopatologlarga haligi nima deydi? Pretendovat qilmayman, o'zbekchasini aytaman. Pretendovat qilmayman bu narsani. Men seksopatologman degan meni ta'min qilmayman. Men seksopatolog emasman, lekin hozirgi paytda ko'pchilik chiqadi, o'zidan seksopatologga savoladim de, istoriyasini o'qib kelsangiz yo surishtirsangiz, o'zi 6 oy o'qigan, oliy ma'lumotli bo'lishi mumkin. Masalan, universitetda psixologiya degan nima bo'ladi, bilamiz. U yerda prosta psixologiya maktablarda yoki bo'lmasa bog'chada yo boshqa joyda как psixolog bo'lib ishlashi mumkin. Bular seksopatolog bo'lishi mumkin emas. Endi yaxshi gapiradi, nutqi yaxshi, odamni o'ziga jalb qilishni biladi, o'zidan seksopatolog yasab olgan, unaqaga ayollar ham boradi. Eringizni mana bu holatda nima zamoniyat qilyapsiz, eringiz boshqasiga yurmaydi. Eringiz bilan jinsiy aloqani ushbu pozada qilsangiz, eringiz faqat sizni deydi. Endi nima, eringiz sizdan boshqasiga yurmasligi uchun mana kiyinish kerak. To'g'ri, erkak kishining ko'zi umuman olganda shahvat birinchi nazar bilan boshlanadi. Erkak kishiga yoqish uchun masalan chiroyli kiyinish kerak, ayol kishi kutib olish kerak, boshqa uni ko'p aytamiz. Masalan, nijniy belyoqlarni, boshqalarni o'zgartirib turish kerak. Bu aniq fakt. Lekin imенно mutaxassis bo'lmaganlar chiqib olib turib aytadi, men aniq davolab beraman. Men aniq eringizni yo'lga solib beraman. Shunaqa gaplar bo'ladi. Xo'p, demoqchi bo'lgan savolim, bu qanchalik yordam beradi? Shu o'zidan seksopatolog yasab olganlar. Chunki professional seksopatologlar, men to'g'risini aytaman, 3 ta 4 tasini taniyman xolos. Bizda rivojlanmagan. Bizda eng katta xato deb o'ylayman, bizda xalq o'zi shu narsani talab qilmaydi. Masalan, dietologman deyapti, nutritsiolog deyapti, seksopatologman deyapti, boshqa narsa. Ko'rsat dokumentingni, litsenziyani ko'rsat degan narsa yo'q. Reklamami shu narsaga ishonib ketish bor. Siz talab qilmagan joyda u ko'karaveradi, u rivojlanaveradi. Lekin siz talab qiling, shu narsani borib o'qishga majbur bo'ladi. Siz bilan keyin ishlash uchun. Psixologiya shunchalik nozik narsa deb o'ylayman. Bu narsani mana oilaviy psixologlarda ham bizda bolalar psixologga bolalarni boringlar deymiz.
No, o'zimiz ham shu qaysi biri yaxshiligini bilmaymiz. Ha, biz O'zimiz ham o'zimizda topolmaymiz. ha. Chunki nimaga? Bu shunday olib borib berish kerakki, bezyon olib chiqish kerak. Hmm. Men ko'p psixologlarni ko'rganman, bolalari olib borishgan, qaytib olib kelishgan. To'g'ri, dindan kelib chiqib gapirishadi. No, din o'z yo'liga, например-da. Psixologiya o'z yo'liga. U nima, psixika bu bitta alohida organ deb hisoblayman. Alohida organ. Направление alohida Ha, u yo'nalish. juda nozik narsa, chunki juda sal o'ngga chapga yurib qo'ysa, u psixikasini buzib qo'yish bor. Bu juda katta mas'uliyat. Bu mas'uliyatni olish uchun odam 1 yil o'qimaydi. Yillab o'qish kerak bu narsani, chunki har bitta inson har xil-ku. Ha. Xo'p, mayli biz jigarda o'rganyapmiz, yurakda o'rganyapmiz, stroyeniyasi bor, qandaydir standartlashgan narsa. Psixologiya standartlashgan emas-ku. Uni butun umr o'qisa ham yetmasa kerak. Men u xalqqa iltimos qilgan bo'ladim. Talab qilinglar, litsenziyani talab qilinglar. Anu kompyuterda chiqarib qo'yilgan sertifikat bu bo'lmaydi. Ha. Litsenziya bo'lish kerak, institutga bo'lish kerak. Mana bizda bunaqa baza menimcha yo'q. Chet elda, Yevropalarda, Rossiyada ham bor. Nima, internetga kirib, masalan, sizga diplomini ko'rsatdi. O'sha nomer haqiqatan shu institutda nimasida bormi, yo'qmi tekshirish. Nomerni kirsangiz, bazada bormi, yo'qmi. Yoki masalan kardiologlar assotsiatsiyasi, masalan bizda endokrinologlar assotsiatsiyasi bor. Lekin общий доступный emas, hamma ko'ra olmaydi. Haqiqatan shu endokrinologiya nimasida bormi shu assotsiatsiyasida? Yo'q, ko'ramayman. Sertifikatni ko'rsatdi, rasmga oldingiz, o'sha nomerni, familiyani kirgizsangiz chiqadimi, yo'qmi? Mana bizning diplomimiz chiqadi. Детский endokrinolog deb chiqadi, kattalar endokrinologi deb chiqadi. Har bitta malaka oshirgan diplomimiz chiqadi. Ulardiki yo'q-ku. Yo'q. Ana nima devorga yopishtirib qo'yishadi sertifikatlarini. Qator qilib. Uni kompyuterdan ham chiqarib qo'yish mumkin. Xohlagan payt chiqarib olish. Xohlagan payt chiqara olasiz. Любой odam qo'l qo'yib qo'yaveradi. Bizda sertifikatda pechat turadi. Minzdravda pechati, institutda pechati, malaka oshirishda shunaqani talab qilish kerak. Endi bizda hozir aytganimizdek tibbiy madaniyat birinchi o'rinda. Sekin-sekin rivojlanyapti. Xudoga shukr, tamom emas. Xo'p, bo'lib savolga qaytadigan bo'lsam, shu internetda chiqib olib turib, libidani, ya'ni ayollardagi, endi hozir erkaklar haqida gapirishmayman, faqat ayol. Libidani ko'tarib beraman, eringizga qiziqishingizni ko'tarib beraman, davolab beraman deydiganlar qanchalik noto'g'ri effekt bera oladi? Effekt bermaydi deb o'ylayman. Chunki hamma ayolda oiladagi muhit har xil. U siz muhitingizga kira olmaydi. To'g'rimi? Haqiqiy psixolog bo'lsa, u bitta, ikkita, uchta seansda emas, uzoq seansda qiladi. Chunki haqiqiy psixolog birinchi o'rinda gormonal fonni normalniy yo'qmi bilib oladi deydi. Chunki gormonal fon noto'g'ri bo'lsa, u yillab ishladi nima, u foydasi yo'q. To'g'rimi? Birinchi o'rinda tana sog'lomligini bilib olish kerak. Keyin o'sha psixologiya bilan ishlaydi. Lekin hali birorta patsientimda shu inson menga yordam berdi degan odzivni men eshitmadim. O'zingiz eshitmadingiz? Eshitmadim. Bu narsaga bugunga nimaga tayinlanishdan oldin prosta YouTube'ga yozib ko'rdim, kimlar ishlaydi. O'zi haqiqatda bizda dostupniymi? Endi o'zbekcha yozmadim, ruscha yozdim. Endi ruscha qidirganimiz uchun ko'pchilik shu narsadan boshlayapti. O'zbeklarning ichidan bitta ikkitasi chiqib qoldi. Siz ertamonda turib aynakka qarab, men go'zalman, men yaxshiman deyishdan boshlashingiz kerak kunda. Men baxtliman deyishdan boshlashingiz kerak deydi. Keyin aynakka ular aytishi bo'yicha aynakka qarab har qanaqa holatda, masalan, farzandingiz to'polon qilsa ham, boshqa qilsa ham, yo'q, men farzandimni yaxshi ko'raman deyishdan boshlashingiz kerak. Eringiz sizga e'tibor qilmasa, e'tibor qilmagani uchun eringizga namyoq qilishingiz kerak. Masalan, eringiz sizga e'tibor qilib gulab kelmayaptimi? Gulab kelmay deb primo aytmasdan, unga qanaqadir namyoqlar, palonchini eri olib kelibdi, manaqa qilibdi va hokazo degan narsalar bor ekan. Haqiqatan men o'zim aytgan bo'lsangiz kerak. Bu narsalarni masalan, lishni men o'zim hayotimdan trening. Men bo'lmaydi-da bu narsa. Erkak kishiga palonchini eri sovg'a qilar ekan desa, borashinga tegib ol deydi. Biz o'zbek shuni. Rostdan. Bu Yevropaga ishlashi mumkin. Bizga yo'q, rostdan. Даже Yevropaga ham ishlashi qiyin-da. Bu ertaman tasavvur qiling. Ertaman turib olib, oynaning oldiga borib olib, men baxtliman, men palonchiman, men pistonchiman. Bu avto trening hisoblanadi. Bu faqat haligi psixologiyasi
yaxshi rivojlanmagan, sust bo'lgan insonlar uchun, ya'ni qaysi ma'noda ongi desam qo'pol gap bo'lib qoladi. Psixologiyasi slabiy bo'lgan, psixologiyasi nozik, juda ham rivojlanmagan insonlar uchun haqiqatda ozgina samouverenность, o'ziga bo'lgan ishonchni ozgina oshirishi mumkin. Boshqa unda ham bilmadim. Undan boshqa hech qanaqa foydasi yo'q deb o'ylayman. Bu haqida bitta nimani eshitganman, bitta voqeani. Bir kun bittasi, adashmasam buni aytdim, qaysi bitta podkastda aytgan edim. Shunaqa nima treningga borar ekanda, haligi o'zini baxtli his qilish bo'yicha boshqa organizmni boshqaraman deydi ekan. Ya'ni men gormonlarimni o'tirib olib boshqara olmayman. Men o'zim haligi gormon radis deydi-yu, haligi xursandchilik gormonimi yoki xafa bo'ladigan gormonni, boshqani hammasini boshqarib olmayman deydi ekan. Kursga borar ekan, rosa o'qibdi, o'rganibdi. Oxiri keyin kechqurun bir kun mashinada ketayotgan bo'lgan. Mashinaga ketayotganda qarasa, yon atrofida hojatxona yo'q. Hojatxonaga kirish iloji yo'q. Rosa qistab ketgan. Keyin esiga tushib ketibdi. Iya debdi. Men organizmni boshqaraman-ku debdi. Men organizmni boshqaraman-ku, bemalol boshqarishim kerak-ku, shuncha o'qidim-ku debdi. Deb turib 10 minut organizmini boshqaribdi. Nima deb? Meni sigim qistamayapti. Meni sigim qistamayapti. 10 minutdan keyin men sigib qo'ymadim deb boshqarishni boshlagan. Xuddi shunaqa narsa deb o'ylayman bu. Faqat to'g'ri. Men ham shunam. Holatga, vaziyatga qarab turib, men baxtli, bu bilan hech narsa o'zgarmaydi. Asosiy narsa baribir gormonlarda, o'zgarishlarda boshqani ko'rish kerak. Men o'sha siz aytayotgan o'zini samotsenkasi ko'tarilishida meni o'ylashim bo'yicha eng katta samotsenkani ko'taradigan narsa bu siz yutuqlaringiz. Usiz bo'lmaydi. Usiz bo'lmaydi. Oddiy masalan, to'g'ri ishlayotgan odamlarda bu narsaga sharoit ko'proq. Mana biz voy men u qiyin patsientni davolab bordim-da. Buni kayfini hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Men ko'pchilikka aytaman, masalan, bizda hali a'zo spermiyalarda urug'i nollab bo'ladi-yu. Operatsiyaga kirib ketayotib turib, endi bizda sirasi o'sha paytda o'zi javob bo'ladi-yu, urug'i 0 bo'ladi, chiqishi 5% deymiz, lekin ichimizda 100% chiqsa-yu degan umid bilan kiramiz-da, boshqacha umid bilan kiramiz. Endi shu umid bilan kirdik, operatsiya qildik, ichkari xonadonda urug' qidirib kompyuterda ko'rib o'tiramiz. Shu urug' chiqib qolgandagi kayfni hech narsa bermaydi. Men hech narsadan olmayman, rostdan. To'g'ri. Hech qaysi auto trening buni bosib bermaydi. Yo'q, hech qaysi auto trening boshqa hech qanaqa narsa. Buni bilasizmi, qanaqa energiya beradi? Bir kunda masalan ba'zi holatlar shunday bo'ladi, 3 ta operatsiya qilsam bittasidan urug' chiqmaydi. Shunaqa kuchli stressga tushib qolaman. Rostdan shunaqa stressga. Har doim xotinim aytadigan narsasi, ketayotganda telefon qilib qo'yaman xotinimga. Qarochi, kayfiyatim chatoq. Rostdan shunaqa. Kayfiyatim chatoq, menga o'sha gap gapirilmasin deyman. Bilaman, o'sha kuni borsam, masalan, bolalarim menga dada keldingizmi, boshqami desa, "Yo'q, dadang charchab" deydi. Ovqatim tayyor qilib beradi. Ovqatimni yeyman, ichaman, kirib, spaniyaga kirib, xohlasam telefon o'ynab yotaman, xohlasam uxlayman, hech kim tegmaydi, hech narsa so'ralmaydi o'sha kuni mendan. Sababi bu men uchun juda ham katta og'ir stress. Patsientlarimiz shunaqa. Xuddi shunaqa, juda ham katta og'ir stress. Yoki qaysi bir patsientga ko'ngildagidek yordam bera olmasangiz, qaysi bir patsientni endi bitta ikkita bo'lsa, uni hali переживать qilib yasab o'ta olasiz. Bosib o'ta olasiz. Lekin birdaniga shunaqa 2-3 ta patsientda bir vaqtda bo'lsa, juda ham katta stress bo'lib qoladi-da. Faras bo'lgim kelmay qoladi to'g'risi. Lekin yutug'ingiz kelganda, lekin hozir aytmoqchi bo'lganim, o'zingiz kelib qoladi. masalan, kecha kuni 2 ta operatsiya qildik, ikkalasidan ham urug' chiqdi, bittasini holatini aytdim, hozir onkologiyasi bor edi. O'shanaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, vay, bu energiya endi boshqacha. Bekorga o'qimagan. Bir kun shunaqa xursand bo'lib yurasiz. Hamma yo'q zo'rda, ko'zga hamma yo'q zilyoni. Mana shu siz samotsenkangiz ko'taradi. To'g'ri. To'g'rimi? Masalan, aytaman-da, mana uy bekalarida ham samotsenka ko'tarilishi mumkin. Masalan, hayotda men masalan yangi kelin bo'lib tushganimda, bizda uyda oshni faqat erkaklar qiladi-da, osh qilish kerak bo'lib qoldi. 10 yil bo'libdiki, endi yaxshi osh qilyapman. Masalan, 10 yil bo'libdiki. O'sha oshingiz ham zo'r chiqdi. Va, hali ovqatni bitta qoldirmay yeb yorishdi, maqtabman. Mana oddiy uy bekasida ham bor shu yutuq. O'sha hisobiga olish kerak. Aynakka qarab olib emas. O'sha hisobiga har kun inson o'zi uchun nimadir yutuq bo'lishi kerak. Oddiy yashash kerak emas. Bordim, keldim, oldim, yo'q. Bugun nima yutuqqa ega bo'ldim? Oddiy bitovoy nimadan ham olish mumkin. Shu hisobiga ham o'sha gormonlaringiz to'g'rilanadi. Aytaman, topinglar hobbi uyda. Topinglar. Topinglar.
o'zingiz yaxshi ko'rgan ishni qilinglar. Masalan, kimdir o'yinga tushishni yaxshi ko'radi, sharoit yo'q. Endi ko'chaga chiqarmaydi, ruxsat yo'q. Ha, uyda YouTube bor. Hech Qo'ying. kim yo'qligida o'zing bir Tushing. Hozir o'rgatiladi. Masalan, bilmaydi, lekin xohlaydi. Ha. YouTube'ni qo'yadi, har bitta движение, hamma yoq o'rgatiladi. Siz keyingi safariga o'zingiz zo'r qildingizmi, уже o'zingizga yoqasiz. Уже o'zingizni samootsенканgiz oshadi. To'g'rimi? U uyda ham qilsa bo'ladigan narsa. U auto trening hech o'zimda ishlaganini ham ko'rmaganman, birovda ishlaganini ham ko'rmaganman. Yo'q, men borib ko'rmaganman. Biz o'zi endi meditsinada psixologiya o'tiladi-yu, biz o'zi fanlarimiz bor. Auto treningda menimcha odamlar bitta narsani olishni xohlaydi. Muammo yillar mobaynida to'plab kelgan muammosini kimdir boshqa tepa tomondan ikki og'iz gapirib hal qilib berishini xohlaydi, xolos. Shuni xohlab auto treningga borishadi. U narsa. Lekin u yillar to'planib kelgan muammoni birdaniga yechib olish iloji yo'q. Hech qachon iloji yo'q. Endi buni vaqti bilan o'zi yechish kerak. Bu hayotda o'zi yashagandan keyin o'zining muammosini o'zi hal qilish kerak. Tashqaridan kimdandir bu meni hayotimni hal qilib beradigan narsa u noto'g'ri bo'lib qoladi. Noto'g'ri. Уже noto'g'ri, конечно. U lekin shu narsani ham aytaman, hali insonni gormonal foni уже ko'rsatib beradi. Siz o'z hayotingizni o'zingiz qo'lingizga olasizmi? Hali o'rischa qilib aytganda, ты ведомый или ведущий? Уже gormonal foningiz shu narsani определять qilib beradi. Chunki odamni, masalan, mashinani vesti qilishi bo'yicha hamda rulda o'tirishi bo'yicha ham уже bilib olasiz. Hamma minib ketaveradi mashinani, lekin minishma minishda farqi bor-ku. O'sha odamni mashina minishiga qarab gormonal fonini aytib berishingiz mumkin. Ayol kishilarda ham shuda. Oilada yurishiga qarab o'sha gormonal fonini aytib berishingiz mumkin. Shuning uchun endokrinologiya to'g'ri bizda uncha e'tiborga olinmagan shu vaqtgacha. Insonlarda ongida rivojlanmagan. Da, kechagi kuni bitta patsient keldi. Men o'ylab osteoporoz bo'yicha keldi endi. Aytadi, videoingizni ko'rib keldim de. Men o'ylardim, faqat buqoq tekshirasizlar deb o'ylardim. Yo'q, biz sahrini tekshiramizmi? O'shada shuni o'ylardim. Osteoporozni ham sizlar davolayotgansizlar. Ha, biz davolaymiz. Agar sizda klimaks hisobiga kelib chiqyaptimi osteoporoz, biz davolaymiz. Travmatologiyada уже sinish holatlari bo'ldi, nimadirlar bo'ldi, tam уже поздно sagasiga o'tgan bo'lsa. Siz osteoporoz travmatologgacha endokrinologga keling. Davolab beramiz. Shuning uchun endokrinologiyani, gormonlarni o'rganib chiqish bu ko'pchilik uchun foydali bo'lardi deb o'ylayman. Даже erta o'sha demensiya kelib chiqishi, shular ham gormonlarga bog'liq. Shu tarafdan ayol kishi eng o'zi uchun katta qiladigan ishi deyman, gormonal fonini to'g'ri olib yurish. O'zlaring uchun eng katta qiladigan yaxshiliklaring. Hayz siklini qarash. Shu vaqtgacha ko'pchilik sikli qaysi payt boshlanib, qaysi payt tugayotganini bilmaydi. Oddiy kalendar tutishni bilmaydi. Oddiy kalendar tutishni bilishmaydi. Qachon keldi oxirgi marta desangiz, bilmayman, shu oy keldi shekilli, o'tgan oy keldimi? Sizni hayz siklingiz bu siz sog'lig'ingizni ko'rsatkichi. Ayol kishi uchun. Bu hayz sikl faqat bola uchun kerak deb o'ylashadi. Bizda shuna tushuncha bor. U noto'g'ri. Mana shu faqat bola uchun emas, inson sifatida baxtli yashash uchun. Ayol kishini ko'rsatib beradi. Sizlarda bu tarafdan qiyinroq erkak kishida. Sikl yo'q. Ko'rsatib beradigan narsa yo'q. Narsa yo'q. Buzilib bo'lgandan keyin ko'riladi. Bizda ayollardan ko'ra ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki sizlar bilmaysizlar-da. Bizda уже gormon o'zgardimi? Уже sikl o'zgaradi. Birinchi priznaklari kelishni boshlaydi. Yurish kerak emas, u tekshirtirish kerak. Yozib yurish kerak. Necha kunda keladi hayz sikli desam, 3 kun deydi. U qon keladigan kunda hisoblashadi. Hayz sikli birinchi kelgan kundan keyingi kelgan kungacha sanaladi. Har 28 kunda, har 26 kunda, har 30 kunda. Agar yoshingiz o'tib, shu gormonal fonlar o'zgarib, biz aytayotgandek, libidoda o'zgarishlar, xohishlar tushib ketishini xohlamasa, oldindan shu narsani kuzatib yurish kerak. O'sha vaqti cho'zilishi boshlayotganda, o'sha bilib turib, bu narusheniya bo'lyapti deb borish kerak. To'g'ri lecheniya qilib podgotовка qilish kerak. Chunki klimaksga bo'lgandan keyin uni davololmaysiz. Uni oldini olish mumkin. To'g'ri.
uni oldini olish. Keyin buqoq kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklari haqida aytib o'tsak, masalan, zaharli buqoq, oddiy Ha. qilib aytganda, diffuz toksik buqog'imiz, zirqimiz. O'sha yetsikletkalarni erta kunda istashyeniyasini olib kelib beradi. Ha. Masalan, oddiy ayolda bitta siklda bitta yetsikletka ishlab chiqarilsa, buqoq kasalligi bor odamda bir oyda ikkita ishlab chiqarilishi mumkin. Siz zapas уже kamayib boryapti. Siz o'zi tug'ilishingizda klimaks 50 yoshga berilgan peshanada degandek, siz qalqonsimon bez kasalliklarini to'g'rilamayapsizmi? 50 yoshda emas, 40 yoshda kelib qolishi mumkin. Shuning uchun ayol kishi juda o'zini sikliga, gormonlariga qarab yurishi Eng kerak. asosiy siklda o'zi ko'p narsani hal qiladi. Juda ko'p narsani ko'rsatib beradi, aytib beradi bizga. Xo'p, endi hozir уже menimcha gaplashdik. Qanaqadir kamchiliklar qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'zi har doim bizda kamchilik qolib ketadi. Bitta meni aybim aytadigan savollarim yozib kelib, endi shunaqa jurnalistga o'xshab yozib olaman sekili. Yaxshi bo'ladi. Xotira yaxshi emas. Xo'p, Ketib qolamiz, biz boshqa temalarga ketib qolamiz. Hamma yoqda aylanib kelamiz. Vrach gap tugamaydi. O'shanaqa yaxshi so'rashadi. Yaxshi so'rashadi, gap tugamaydi. To'g'ri. Xo'p, endi shunaqa patsient keldi. Men aniq savol bermoqchiman sizga. Ayolini xohishi yo'qligidan shikoyat qilib keldi. Aytdim, hozir shunaqa patsientga kimga uchrashini va qanday tekshiruvlardan o'tishini maslahat berasiz. Masalan, deylik, endokrinologga borishga ayol kishini imkoniyati yo'q. Finansiy tomondan deylik yoki bo'lmasa masofaviy tomondan, masalan, qishloqda yashashi mumkin yoki bo'lmasa bir chekkaroq joyda yashashi mumkin, hokazo. Bunaqa holatda hech bo'lmasa analiz topshirish mumkin bo'lgan nimalarda qanday analizlar topshirish kerak, nimaga e'tibor berish kerak agar ayol kishida shunaqa o'zi miyasida xohish bo'lyapti, tanasi jinsiy aloqani xohlamayapti. Endi birinchi o'rinda o'ylaymanki nevropatolog. Birinchi o'rinda, chunki surunkali stress holatlari, surunkali depressiya holatlari, depressiya bu o'ylab topilgan kasallik emas, hali o'zidan yasab oldi deb ishonishmaydi-yu. Depressiya bor kasallik. Shu narsa bormi, yo'qmi? Chunki bizda ko'p ayollar 3 ta, 4 ta, 5 ta bola tug'atdi. После родовая depressiya bor. Tug'ruqdan keyingi depressiya bor. Hech kim bu narsani lecheniya davolamaydi, qaratmaydi. Bir-biriga qo'shilib ketgan holatda bitta bo'lib keladi. Shu narsa bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa shuni davolash kerak. Gormonal fon tarafda hech bo'lmadi deganda hayz siklini kundaligini olib borish. Hech bo'lmadi deganda. Kundaligini tushuntirib bering, iltimos. Hayz sikli Boshidan xuddaligi bir yosh bolaga birinchi sinflarga dars o'tayotganda, chunki real menda ham shunaqa holatlar bo'ladi. Hozir aytganimizdek, sistit bilan kelishi mumkin yoki er xotin kelgan holatlarda ham oxirgi marta hayz qachon kelgan, hayzingiz necha kunda keladi, boshqa desam bilishmaydi. Siz aytayotgan narsa oddiy narsa. Endi men vrach bo'lganim uchun ham bilaman, to'g'ri. Lekin oddiy narsani bilishmaydi. Shuni qanday tutish haqida zo'r qo'llanma bo'ladi. Bitta gapirib bering shularga. Oddiy qilib o'zi Play Marketlari telefonlarda, hozir hammada telefon, Android, iPhone, u даже nima emas, muammo emas. Hozir bu Play Marketlarda bor. Kalendar, jenskiy kalendar, ayollar kalendari desalar chiqadi. Agar shu narsaga sharoit yo'q, O'zbekchasi ham bor buni. O'zbekchasi ham Ayollar kalendari. Ayollar kalendari deb yozsa variantlari chiqadi. Mabodo deylik, yo'q unaqa telefon yoki xo'jayini ruxsat bermaydi telefon ishlatishga. Bunaqa ayollar bor. Oddiy kalendarga, qog'ozdagi kalendarga kelgan kunini belgilaydi. Hayz birinchi qon kelgan kuni. Birinchi qizil bo'lib qon kelgan kuni. Aliyoq korishnevoy bo'lib surmalarni emas, normalni qizil bo'lib kelgan kunni belgilaydi. Keyingi oyda ham yana birinchi kelgan kunini belgilaydi. Hayzi oxirgi kunini belgilamaydi. U o'zi har kun yozib yuriladi. U hatto shuni qilish kerak. Hayz oxirgi kunini belgilasam aytmaysiz hozir. Birinchi kunini hayz kelgan kunda qizil bo'lib kelgan kuni birinchi kun hisoblanadi. Kelgan kunlarni belgilab chiqdingiz. Belgilab chiqildi. Va qizil qon to'xtagan kuni oxirgi kun hisoblanadi. Uje jigarrang bo'lib surtmalar kelishi uje hayz kuniga hisoblanmaydi. Qaraysiz, normada 4 kundan 7 kungacha norma bo'ladi. Agar 1 kun, 2 kun kelyaptimi, u norma emas. Demak, tekshirish kerak. Keyingi oyda ham yana shunaqa birinchi kunni belgilaydi.
oldingi oy bilan keyingi oyda orasidagi kun hisoblanadi. Hayz kelgan Hayz birinchi oy bilan ikkinchi oyda Keyingi o'rta. oyda birinchi oy birinchi kuni. Orasida 24 kun bo'lishi mumkin, 26 kun bo'lishi mumkin, 30 kun bo'lishi mumkin. Normasidan tangachasini ayting. 26 kundan 31 kungacha norma. Norma. No. 26 dan 31 gacha. Norma. No bu har oy shunaqa kelgan hisobida. Ha, tushunarli. Har oy shunaqa kelishi kerak. Maniki 28 kunlik deyish kerak. Aha. Har 28 kunda keladi deyish kerak. Bizda masalan har oy keladimi desak, ko'pincha tushunishadi. Masalan, 1-martda keldimi, keyingi 1-aprelda kelishi kerak deb o'ylashadi. Yo'q. 1-martda kelib 28-martda ham kelishi mumkin. Lekin keyingi kelishi yana 28 kunda bo'lishi mumkin. Bu norma. Norma hisoblanadi. Sizda har oy 28 kunda kelyaptimi? Demak normalni. Bo'ladi. Orada 20 kunda kelib qoladi yoki 40 kunda kelib qoladi. Agar bu faqat bir martalik bo'lsa, u tekshirilmaydi. Chunki u kasal bo'lgan bo'lishingiz mumkin, isitmalagan bo'lishingiz mumkin, qatgadir boshqa chet elga chiqib kelgan bo'lishingiz mumkin. Bir martalik bo'lsa tekshirilmaydi. Uje 2 marta, 3 marta shu narsa qaytarilyaptimi, tekshirilishi shart. Kalendarni shifokorga olib borganingizda olib borishingiz kerak. Ha, albatta. Albatta shu qog'ozda olib borishingiz kerak, chunki siz ko'rmagan narsani shifokor ko'radi. Belgilab borish kerak. Belgilab Uni borish 1 kerak. yil, 2 yil emas, butun Doimiy butun umr qilish kerak erinmasdan. O'zi sog'ligiga eng asosiy narsa-yu. Mana programmalarda afzallik tarafi telefonda programmani kaplalari ham bor. Hajmi. Ko'p keldi, kam keldi, belgilab boriladi. Kelishdan oldin og'riq bo'ldi, выделение bo'ldi, nimadir настроение buzildi, давление oshdi, belgilari bor. Shart belgilab ketasiz. Osongina. Osongina. Kelgan istagan doktorning oldiga borganda telefonda shunday chiqaradi-da, telefonda ko'rib beradi. Mana turib ko'ring deydi. Doktor uchun juda katta informatsiya bu. Ancha-muncha tekshiruvlardan ko'ra ko'proq informatsiya. Shunga qarab uje siz diagnoz qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun ayol kishi o'zini siklini doim qarab yurishi kerak. Oddiy qog'ozga yozib bo'lsa ham, mayli, mana ertaga kelish kerak. Bugun meni boshim og'ridi, davleniyam oshdi, masalan, ko'kraklarim og'ridi, bunasi bo'ldi deb yozib qo'ysin. Keyin ertasiga keldi. Mana 4 kun keldi, ko'p keldi, kam keldi. Masalan, biz so'raymiz, bir kunda qancha taglik prokladka endi o'zbekcha. Nechta almashtirdingiz? Bu ham katta nimaga ega informatsiya beradi. 4 ta almashtirdim, 5 ta almashtirdim. Yozib yursin. Telefonda sharoiti yo'qmi, yozib kelsin. Chunki masalan bizda hozir ko'riklarda endi biz nima xususiy klinikada vaqtimiz bor. Xo'p, ko'rib, gaplashib, davlatnikiga borsa vaqti yo'q. Siz shuncha ma'lumotni bera olmaysiz. Bitta shunday daftaringizni berasizda, shunday qarab chiqadi, qarab chiqadi, уже bor. Ortiqcha so'rov nimalar kerak emas. Bunday qarayda, tak, mana unda bunaqa bo'lgan ekan, bunda bunaqa bo'lgan. Manaqa narsa qilish kerak degan уже xulosa bo'ladi. Shu narsani qilishga da'vat qilaman, iltimos qilaman. Ayollar o'zlarining sog'liqlariga e'tibor beringlar, yozib yuringlar, siklga qaranglar. Bu katta narsa bu. Shu yerda o'zimda savol bo'ldi. Bularda ham savol bo'ladi kuzatuvchilarda. Shunaqa messenjda, ya'ni hayz kelishida muammo bo'lsa, ginekologga borish kerakmi, endokrinologga? Agar masalan уже yoshi katta, har doim hayz kelib yurgan va jinsiy aloqada bo'lgan ayol kishi ham ginekologga, ham endokrinologga boradi. Agar yosh qiz hali endi hayz kelishni boshladi, 14-15 yoshda, 14-15 endi kelgan, hali jinsiy hayoti yo'q, birinchi bo'lib endokrinologga. Bolalar endokrinologga. Agar bolalar endokrinologga, ginekologga borish kerak deb ma'qul ko'rsa, keyin jo'natadi. Chunki yosh qizlarda kamdan kam organlarda o'zgarish hisobiga bo'ladi. Ularda ko'proq bu qalqonsimon bez o'zgarishlari yoki qaysidir moddalarni yetishmovchiligi yoki biz masalan 13 yosh deymiz. Lekin biologik yoshi 13 yosh emas hali. 9 yosh bo'lishi mumkin. U yoqda ginekolog qiladigan ishi yo'q hisob bo'ladi. Agar haqiqatan ginekolog ishi bor bo'lsa, endokrinolog jo'natadi o'zi. Birinchi bo'lib endokrinologga. Yosh katta odam albatta ham har xil vоспалительный kasalliklar, nimalar bo'lishi mumkin.
Endi ikkisini birga olib ketgani yaxshi. Har doim bitta mutaxassis to'xtab qolmasdan. Ne. Tushunarli. Xo'p, ma'lumotlar uchun rahmat. To'g'risini aytaman, o'zim bilmagan bitta narsalar oldim. Xursandman. To'g'risi, o'zim bilmagan, chunki ayniqsa manaqa holatlar kelib qolsa, haligi xotinim xohlamayapti, nima qilay degan holatlar kelib qolsa, qiylanardim. Bilmadim, dirdim. To'g'risi. Psixoterapevtga olib boring dirdim. Chunki ko'proq bilamiz, psixoterapevt. Kimga maslahat berasiz desa, maslahat beradigan insonim yo'q. Men bilaman, xuddi shunaqa Toshkentda Mental Med Servis reklama ketyapti. Bilinglar, chunki mutaxassislari yaxshi. Mental Med Servis degan joy bor. U yerda Muzaffar aka bilan biz aynan podkast qilganmiz. Mental Med Servisda yaxshi psixolog, psixiatrlar ishlaydi deb bilaman. Chunki bitta ikkitasini taniyman, gaplashganman. Haqiqatda yaxshi mutaxassislar. O'sha yerga olib boring. Kimga uchraylik? Bilmadim. Yaxshi ayol kishiga uchrasin. Olib boring, ko'rsatsin. Davolasa bo'ladigan narsa derdim. Endi imенно hozir endi endokrinologiyani qo'shib qo'yamiz. Chunki rostdan bunaqa muammolar ko'p. Oxirida aytishim kerak bo'lgan bitta voqea bor. Har doim podkastlarda voqea aytishni yaxshi ko'raman. Bir tanishim uylangandan keyin ayoli xuddi shunaqa libido past. Tanishim jinsiy aloqani xohlaydi, ayoli bir oyda bir marta jinsiy aloqani xohlaydi. Boshqa paytda hech narsa unaqa narsa bo'lmaydi. Endi shu tanishimga aytganman, ayolingni ko'nglini olishim kerak. Qanday qilib? Sen ayolingni ko'nglini olishing, masalan, ayolingni erkala. Ayolingga qanaqa sovg'alar ber, gullar ber, romantika qil. Ishonsangiz men aytgan plan bo'yicha qildi. Ayolingni, masalan, bolasi bor. Ayolingni olib, prosta surpriz qilib, ishdan kelasanda, "Yo'q, bugun ovqat qilma, men o'ynatib kelaman" deb olib borib o'ynatib kel. Ayolning kelishiga romantika qilib, qandaydir gullar sovg'a qil, qandaydir bir ishida yordamlash bor, yo ovqat qilib ber, yo ovqatdan keyin idishlarni yuvib qo'y. Ovqatdan keyin masalan erkaklarda, men o'zim shaxsiy hayotimdan aytaman, ovqatdan keyin ayollar uchun har doimgi ish, lekin shu har doimgi ishiga ozgina yordamlashish ayol kishini rosa xursand qilib yuboradi. Yo Xursand bo'ladi. Yo rostdan ovqatdan keyin prosta idishlarini yuvib, tozalab, kelib ozgina dam olib turgan, yo sen bugun dam olib turgan, men o'zim qilib yuboraman deyish qancha xursand qilib yuboradi bilaman. Chunki hali ishda oxirgi nuqtasi yoki bo'lmasa bolalarni uxlatishga. Bugun sen dam olib turgan, yo bo'lmasa mana ikkitasini men uxlataman, bittasini uxlatsang bo'ladi deyish juda ham xursand qilib yuboradi. Afsus, men o'zim har doim bu narsani qila olmayman. O'zim charchagan bo'laman, har doim emas, lekin ba'zida qilib turaman, qo'ldan kelgancha. Xotinim sirazi yozmasin. O'zingiz unaqa emassiz-ku demasin. Endi nima deydi, domlani aytganini qilmadan bo'lmasin. Qiladilar. Xudo xolasa. Yo'q, endi o'shanaqa yordam ber dedim. Aytganlarini qildi. Hech narsa foyda bermadi-yu dedi. Oxiri nima dedim? Boshqasiga uylan dedim. Yurasanmi dedim. Qiylanib ketding, men bilaman seni qiylanganingni dedim. Lekin baribir uylanmadi. Sodiq hali ham ayoli xuddi shunaqa yordam so'raydi, haligacha. Ba'zi holatlarda o'zaro gaplashib qolsak, so'raydi, qanaqadir yangilik bo'lib qolsa ayt. Yangilik bo'lib qolsa ayt, men maza qilib yashagim keladi shu xotinim bilan dedi. Xotinim yomon emas dedi. Xotining boshqasini yaxshi ko'ramikin desam, yo'q, aniq boshqasini yaxshi ko'rmaydi. Aniq dedi. Meni yaxshi ko'radi dedi. Xotinim yomon emas, bolalarimga qaraydi, xizmatimni qiladi, boshqa qiladi, zo'r aytganimni qiladi, zo'r ham yo'q. Faqat shu pastelda yomon, shuni yaxshilab ber dedi. O'shani oldizga jo'nataman. Bu yordam bersam, u juda xursand bo'laman. Men ham xursand bo'laman. Sababchi bo'laylik. Ayniqsa o'sha oshnam uchun xursand bo'laman. Xudo xolasa. Kelganingizga rahmat. Xudo xolasa shunaqa yaxshi podkastlar qilamiz. Agar shunga o'xshash kimdadir savollar bo'lsa, shu endokrinologlar haqida, gormonlar haqida kimlardir savol bo'lsa, qoldiringlar. Javob berishga harakat qilamiz. Agar bitta ikkita savollar doimiy takrorlanib keladigan savollar bo'lsa, yana bitta podkast ko'ramiz. Bemalol. Xudo xolasa. Qiziqtirsa, xalqni nima qiziqtirayotganini, nima bilmoqchiligini bilsak, biz ham osonroq ishlaymizda. Nima kamchiligi borligini bilsak, ishlaymiz-da. Endi o'sha muammoga qaratib ishlasak, effekt ham yaxshiroq bo'ladi. Natija yaxshiroq bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p.